Qadrli do'stlar, bugungi videomizda sizlarga 2 xona kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Yangi domda bo'ladi. Sizlar pishgan g'ishtdan qurilgan yangi dom blokdan emas. Shularni ham alohida e'tibor qilasizlar. Darital Urdu universitetining yangginasida sizlar. Shunda sizlar Darital Urdu universiteti joylashgan. Bu yerda shu domlarimizda mega building qurgan domlarda joylashgan sizlar. 6-qavatda lifti bor. Liftdan ham muammosi yo'q. Gaz, svet, suv bor. Постоянный. Sizlar bu tarafimizda городской больница. Testi bir yordam. Ona geçseniz kız yaptığınızda man servis, yan tarafta, çap tarafta Türk Bazar, Dekkan Bazar joylashgan. Magazinlardan ishdan odam muammosi yo'q. 7 marşrut dışı yolumuzdan o'ttiribdi. Hamma yeri o'ng'ayli. Darital bilan Urdu universitetining yangginasida joylashgan sizlar. Hurmatli obunachilar, kanallarımıza abone bo'lib, videolarımıza like bosib ko'rishingizdan chiqmasin, biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Qani yetdik bir yerda kanallarimizni ko'rib o'tamiz. Bismillah, kanalımıza yetib keldik. Degandan o'ng tarafda bedalar kanalga qo'yilgan, qo'l yuvishning naporni qarangiz, napor zo'r ishdi. Yine kafirle qilingan, sen zerkalar, bu tarafda oshxonasi, spalnisi, sanuzyeli, zal qismi, ya'ni gostinitsa bo'ladi. Oyoqlarimga laminat pol bo'lgan, gilamlar ham döşalgan. Hurmatli obunachilar, dokument ham 100% tayyor. Bu yerda elektrik avtomatlari o'rnatilgan. Hurmatli obunachilar, dokument ham tayyor. Registrlar ham qo'yilgan. Bir yandan ko'rsatib tanishtirib boramiz. Oshxonasini ko'rsatamiz. Oshxonamizda meni keyingina tushgan bemalol ovqatlanish sharoitlarini qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu taraf sizlar mebellanti kafel qilingan, bu tarafda laminat pol, kuxniy mebel, vishka, gaz plita hamma o'zi qoladi. LG mashinalar bu yerda 6,5 yillik, bu yerda Shivaki xalaniklar sizlar, настенный двухфронтный kotyollar qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bu yerda reduktorlari hamma o'zi taq, faqatgina kelib yashash kerak. Bo'lgani hurmatli obunachilar, hamma udobstasi qilingan. Bir dana bir spalni olib kelsangiz bo'ldi, spalni garnitur. Bir de elektrik avtomatlari yarki aboylardan tanlangan. Bu tarafda gostinniy xonasi, ishlari, high-tech ishlar ham 3,5, 560, 570 da bor. Gostinniy, ya'ni mehmonxonasi, hurmatli obunachilar. Gilamlar ham qoladi polni. Jaluz perdalar bu yerda yana ko'rib turasiz. Bu yerda TV zonasi, lyustralar asalgan ajoyib bir chiroyli xonadon bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Hozir xonadonimizning местоположение zo'r Darital Urdu universitetining yangginasida yangi qurilgan 7 qavatli binoni 6-qavatida 2 xona kvartira lift bor. Bu yerning sanuzyeli, bu ham kafedan chiqib turibdi. Patolog plastik. Hamma joyda bu yerda spalni qismi, ya'ni yotoqxonasi. Bir 4'e 4,5 bor yerimiz. Ayakta laminat pol, yarki aboylar, patologlar chiroyli qilib ishlangan, jaluzlar, qandaydir registrlar ham qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bu yerda o'zina bir shu shaxsiy vajlari, ko'rpacha, döşekleri, gitadi, posudalari qon, hamma o'zi qoladi. Hurmatli obunachilar, bizlar xonadonimizni sizlar orientirni aytib o'tsak, yurgan shahrimizda Darital Urdu universitetini yangginasida shunday ajoyib 65 kvadrat metr bo'lgan xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tdik. Gazi bor. Dokumentlar muammosi yerda joylashganingizda kelib, ko'rib, ustuna savdosini qilib olasizlar. 570 million so'm qo'yib beriladi. Mulkiyat tomonidan narxi kelishgan yeri bor, hurmatli obunachilar. Zo'r mestada. Hurmatli obunachilar, yo'lni bo'yinda 7 marshrut turibdi. Bog'cha maktabdan muammosi yo'q. Bir yonda городской больница, bir yonda Darital Urdu universiteti, bir yonda Qirg'izjapazda, Akbarosh yangginasida zo'r mestada. Hamma yeri o'ng'ayli, chotki mestadan shu ninja qilib yurgan yaqinlaringizga videoni ulash qilingan. Biz orqali kelib joy yasalab foydamizni yegandan xursand bo'lamiz, hurmatli obunachilar. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi videoda görüşguncha xayrlab qolamiz.